birinchi qismim tugadi hali. Ko'rdinglar, non qildim. So'ng qilib chiqardim. Endi ikkinchi qismiga xush kelibsizlar. İkinci qismida endi bilmay qilamiz. Xamirim kecha qilib ketganman, qattiq bo'ladi. Endi shuni yayaman shu apparatdan. Sal yuqoriroq qilib olmasam qalin taraqlatib yuboradi apparat. Apparatim mana bunaqa. Manda regirovkasi bor mana. Ko'ryaptim. Har xil regirovkada 10 dan boshlab 1 gacha regirovka qilib yayoraman. Hozir birinchi xamirimiz qattiq, keyin silliq emas. Silliq qilib olamiz. 2 marta yayib, o'rab, keyin uchinchisida keyin yayaman. Bunaqa kesaman. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu qalinlikda yayib beraman. Bitta tushirib, bitta yayoraman. İkincisi 8'e ketdi. 7-ni qadar yayapman. Xamirimda qattiq. Tuxumi bor, yog'i bor ichidan. Bilmaydi xamirlar. Shunaqa qattiq. Bu qo'lda yaya olmaymiz. Qo'lda yayib bo'lmaydi. Mana bir qator yayib oldim. Endi shuni to'rga buklab turib, yana ikkinchi marta o'tkazaman. Yana o'ngga qo'yib olib, ikkinchisida sal silliqroq bo'lib chiqadi xamirim. Uchinchisida yana ham silliq bo'ladi. Kamginadan buni pasaytirib boraman. Storisini 10 dan 5 ga keldi. Xamirda aylantirib birinchi un sepmasdan yayib olaman. Shu anaqasini silliq qilib olguncha xamir. Keyin silliq qilib bo'lganimdan keyin 3-etapini un sepib yayaman. Yana bitta chiqadi. Uchlarini ham ichiga kirgizib olamiz. Ammo ichiga. Uniga uchlarini. To'rga buklab, mana xamirda uchlari tunik. Silliq, har zamon silliq. Shunday qilib qo'yib qo'yaman. Mana da qator qilib qo'ydim. Saltinib turadi. Paketga o'rayman. Birinchi qilganimni yayaman. Bu sal o'ziga kelib turadi. Navbatini kutaman. Birinchi qilib qo'ygan. 6-7 ta bo'lay bo'lamiz. Sal o'ziga kelib yumshab qoldi ham. Endi shuni 10-anaqada o'tkazaman. Birinchisidan. Endi un sepsam bo'laveradi. O'sha xamirim silliq. Ikkala tomoniga un sepib, gradusini har ko'zi chiqqanda pasaytirib yayib olaman. Tez yayiladi.
Qancha skorsini pasaytirsam tez bo'ladi. Bir kunda necha kilo xamirni yayib yuborish mumkin. Endi qator un sepamiz. Yana pasaytirib ketadi. Endi tepasiga taxlab xamirni aylantirib qo'yamiz. Ikkiga keldik. Ikkinchi skorsda chiqaryapmiz. Qarang qanchalik yupqa. Ikkinchi skorsda. Yana un sepamiz. Hammani aylantirib birga olib kelamiz. Birden başlayıp menga eng pilmendan anaqasi oxirgi gradusi 1 bilan 0 da o'rtasi. 0 kerak. Hozir birdan chiqardim. Yana unlab olib 0 dan chiqaraman. Nurlardan çıkıyor. Oldu. Hamurum yayıldı oldu. Şimdi bunu bir çekeye koyup duram. Bunu sepip yapışıp qolmasligi uchun va bu yapışıp qolishi mumkin. 6 ta 7 ta hamurim bormi? 6-7 bo'ladi. Shunaqa qilib hammasini yayib chiqaman. Keyin birdaniga hammasini kesib olaman. Bitta yayib bitta kesmayman. Hammasini birdaniga shunaqa qilib yayib keyin kesib olaman. Ikkinchisiga o'tdim. Shunaqa qilib hammasini kesib olaman. Yayib olaman. Hamirlarni hammasini yayib oldim. Mana qator qoldi. 6 bo'lib bo'ldi. Bo'ladi endi. Kesib chiqaman bunda. Shunaqa qilib hammasini kesib taxlab olaman bunaqaga. Patnisga. Отходini shunaqa qilib kesib olaman. Mana patnischaga terib olaman. Hamirlarimni kesib oldim. Kruasanlarim ham pishib chiqdi. Ko'tarilib chiqqan. Endi shunga ustiga surtib qo'ydim. Mana hamirlarimni kesib qo'ydim. Hamirlarim shunaqa terib chiqib olib ustiga solib chiqaman. Qiymalarimni. Tagiga paket qo'yib olamanda. Bir qator ustiga paket yopib turib 2 qator teraman shunaqa. O'zim bo'lsam 2 qator teraman. Sherigim bo'lsa 3 qator teramiz. Bugun sherigimga bo'lqani shuncha 2 qator terib sekin qilaman-da. Shunaqa qiymasini solib chiqaman. Keyin o'tirib olib, chigib o'tiraman. Orada anaqani ham kruasanim ham pishuvdi, berib keldim. Pishganini olmadim. Keyingi safarga videoyim yoqqan bo'lsa, keyingi safarga kruasanni boshidan oxirigacha ko'rsataman.
qanday xamir qilib, qanday yog' solib, kimga qiziq bo'lsa yozarsizlar, qiziqqanlar. Kruassan retsepti bilan ko'rsataman. Nima qilishlarim, qanday yeyishlarim.